Bugun uzoq kutgan kun, bir emas, ikki emas, naqd 6 ta guruhimizni bituruv marosimi bo'lyapti. Ajoyib tadbir atmosferasidan birgalikda bahramand bo'lamiz. Siz esa bizni kuzatishdan to'xtamang, bizdan uzoqlashmang. Ko'rishguncha. Meni ismim Zuhraxon. Biz yaqinda tur agentstvi ochdik, Kamila Tur. Shu soha bo'yicha endi hozir o'qishni bitirib, endi shu soha bo'yicha ishlayman. 26-guruhda o'qiganman SMK, sotuv menejmenti bo'yicha. Assalomu alaykum, ismim Gulruxsor. SMK 25-guruh talabasi, ya'ni tugatdik xudo xolasa. Ismim Sadoqat Abdullayeva. Men Atilmes onlayn arab tili o'quv markazida sotuv bo'limi rahbariman. O'zi boshida misol uchun bu darsga kelishimdan oldin men o'ylagandim, sotuv bo'limi oddiy bo'ladi. Mana misol uchun hamma biladigandek, shunchaki klient keladi, klient bilan ishlaysiz, shu tovarni sizga taklif qilasiz, sotib oladi, bo'ldi, ketadi deb o'ylagandim. O'sha o'qishga kelganimdan keyin men bildim, o'ziga yarasha instrumentlar juda ham ko'p ekan. Har bitta klient bilan individual tarzda ishlash kerakligini shu yerda hammasini o'rgandim. O'zimga juda ham ko'p insaytlar oldim. O'quv dasturlarimiz amaliyotga hamda nazariyaga bog'liq bo'lganligi uchun bizda o'quv jarayonida hech qanaqa qiyinchilik bo'lmadi. Faqat nazariya ozgina murakkabligi sababli amaliyotda qo'llash endi boshladik. Xudo xolasa o'z mevasini beryapti hozirda. Hozir данный momentda men ROP kursida o'qidim, ya'ni ROP 7 kursida o'qidim. Dasturda to'g'risi 70 ga 30% ishlaydigan joylari bor, lekin 70% o'zimga kerakli manaqalarni, materiallarni, instrumentlarni hammasini ola oldim. Darslar davomida birinchi darsda o'tgan Javohirbek Ro'ziboyev darslari menga juda ham yoqdi. Bu darsda men asosan xodim, ya'ni rahbar o'zini tutishi, sohaga nisbatan adaptatsiyasi, stresslarni yengishlarni o'rgandim. Chunki bu yo'nalishda men sal qiynalayotgan edim. Mehmon spikerlardan Nodirbek Kuzdekov sherigim aytganlaridek juda ham mahoratli spiker, o'z sohasini egasi. Ulardan ham ko'p ma'lumotlarni olib, hozirda ham qo'llab kelyapman va jamoam bilan har yig'ilishda ularni har bitta o'tgan darslaridan bitta muhokamalarni qilamiz. Kelgan spikerlardan menga ko'proq yoqqan Nodirbek Kuzdekov bo'ldilar. Вот прям men qidirgan odam, men xohlagan odam. Keyin asosiy spikerlardan bu Sardorbek Ikromov menga juda ham yoqdi. Aynan sotuv bo'limi rahbari bo'lganlari uchun ham ularning bergan informatsiyalari va ulardan olgan insaytlarim ko'proq meni ishimda asqotdi. Bitta bu kursni bitirib to'xtab qolmayman. Yana kelgusida ROP kursida bormoqchiman. Davom ettirish niyatim bor-da, chunki kurslar ko'p. Birinchi kursni tugatdik, yaxshi natijalar boshlandi, berishdi. Inshaalloh ROPda ham o'qish niyatimiz bor, xudo xohlasa. Albatta tavsiya qilaman kelishlarini, chunki ustozlarimiz o'ziga yarasha bir-birlaridan kuchli. Mutaxassislar o'zini ishini mutaxassisi, o'shaning uchun hammaga maslahat bergan bo'ladi. Menga eng yoqqan narsa bu imенно Sardorbek Ikromov aytgan gaplari. Buni Javohir ham aytdilar. Jamoa, ya'ni ishxonada jamoa bo'lish kerak, oila emas. Ya'ni adashtirish kerak emas oila bilan jamoa. Mana shu narsa menga juda ham ko'proq yoqdi.